Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Ka'b ibn Ujra radhiyallohu rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida o'tirgandek bir kuni deydi. Va biz deydi bir insonni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida biz maqtadik. Ya'ni o'sha kishi ro'paramizdan o'tib qoldi. Ya Rasululloh, qarang mana bu insonni. Gavda boshini qarang. Gavdasi juda ham kelishgan, o'zi baquvvat va yelkalari to'lishgan inson. Qani endi mana shu inson, mana shu yigit Alloh yo'lida xizmat qilsa, din yo'lida xizmat qilsa, mana shu quvvatini shu yo'lda sarf qilsa, ya Rasululloh, yaxshimi, yaxshi emasmi deb shunday savol berishganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ushbu o'rinda agar bu kishi yosh farzandlariga rizq topish uchun chiqqan bo'lsa, bilingki, u Allohni rozilik qilish uchun mana shu yo'lda yuribdi dedilar. Agar bu yigit mana shu gavda boshi bilan, shu quvvati bilan keksa uyda ota-onasi, keksa ota-onasi, quvvatdan qolgan ota-onasini boqaman, ularga chiroyli bir go'zal taom olib kelaman, kiyintiraman, uy ro'zg'orimni, tashvishini to'ldiraman deb ko'chaga chiqqan bo'lsa, bilingki, bu ham Allohning yo'lida yuribdi. Ota-onasiga qarayapti. Ota-onasini chiroyli taomlantiryapti. Ota-onasini xursand qilyapti. Ota-onasini duosini olyapti. Bilingki, bu Allohning roziligiga yuribdi bu yigitlar. Mabodo agar bu kishi boshqa insonga muhtoj bo'lmaslik maqsadida birovga bo'yin qismay, o'z mehnatim bilan, o'z kuchim bilan topay, mana shu topishlik men zimmamga vojibot ekan deb vojibligini zimmasiga olib ko'chaga chiqqan bo'lsa, insonlarga behojat bo'lay deb chiqqan bo'lsa, bilingki, bu yigit u ham Allohning roziligi yo'lida, Alloh yo'lida yuribdi dedilar. Mabodo bu yigit men insonlarga yoqay, qilayotgan ishim va qilayotgan ihsonlarim, sadaqalarimni hamma maqtasin. To'yimni maqtasin, uyim maqtasin va kiyimim maqtasin deb ko'chada ko'z qilish uchun chiqqan bo'lsa, bilingki, u shaytonning yo'lida yuribdi.